Bitta mashina bor, video qilib qo'yishim kerak. Sababi mashina sotib olingan. Video chiroyli qilib qilsangiz mashinani egasiga ko'rsatib qo'yaman deydi. Endi qo'ldan kelgancha video qilamiz. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz akalar. Shu mashinani sotib olishgan, kasali mana. Endi buni ko'rsatsa bilmadim, bu sotgan odamcha rasxodni to'lab olmasa kerak, balkim berar. Mana kasali shu. Motorda qaltirashi bor. Muammo bilan bizga kelishdi. Yurgani qancha edi ekan? 212 ming kilometr yurgan akalar. Endi bu galovka remont bo'lganmi, bo'lmaganmi? Alloh biladi buni. Lekin klapan kirishgalar ochilgan, balkim kesilgandir klapandan tepasidan, balkim stakandan chaqlagan. Shunaqa problemalar bo'lib qolyapti-yu. Mana shunga endi egasi xohladi. Video qilib qo'ysangiz uka, men mashinani egasiga ko'rsataman. Bo'ldi, ko'chirib oling. Xo'p, mashinani egasiga ko'rsataman. Siz prosta o'rtada haliga bizga shu video qilib qo'yib bergan odam bo'lasiz. Xolos, deydi. Bo'ldi aka dedik. Mana akalar. Endi olib necha oy haydadi, necha ming kilometr yurdi bilmadim. Balkim bir hafta oldin olgan bo'lsa, olgan paytda shunaqa bo'lsa, unda kelishsa bo'ladi. Fikringlar qoldiringlar. Mashina qurish aka ukalar bo'lsa, shunaqa vaziyatda mashinani egasiga nima yordam qilinadi akalar? Like bosib qo'ysanglar bo'ladi.